Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 7-oyning 21-kuni yakshanba kech. Dunyoning siyosiy iqtisodiy vaziyatiga diqqat qilgan qarindoshlar, cho'qim bugun tushdan keyin, ya'ni Amerikaning sharq vaqti soat 3 bilan Amerikaning 46-navbatlik prezidenti Joe Biden apandining kelar qitimliq, ya'ni 47-navbatlik Amerikaning prezidentlik saylamiga saylanishdan vaz kechganligi haqidagi xabarni ko'rdinglar. Bu ham dunyoning hamma yerida cho'qim qaynab ketdi. Chunki dunyo Amerikaning prezidentlik saylamiga alohida diqqat qildi. Chunki Amerika dunyoda iqtisodiy jihatda, harbiy kuchda, shu vajdan siyosiy jihatda oldin qatorda. Ya'ni darajadan tashqari kuch sifatida rol o'ynaganligi uchun. Ben o'tgan qitimliq leksiyada degandagidek Amerikaga kimning prezident bo'lishi, qaysi partiyadan qaysi odamning prezident bo'lishi Amerikaning davlat ichidagi siyosatlarga va xalqaro siyosatga nurg'un ta'sir ko'rsatdi degandim. Shunga bu nuqtani takrorlamayman. Ammo azroq bir kichkina bir eslatma berib o'tay. O'tgan oyning 27-kuni men Yaponiyaning Osakada mehmonxonada edim. Shu chaqda Joe Biden bilan Trumpning o'tirisida tunji qitimliq televizorda munozara bo'ldi. Amerikaning saylami shundaq mayli parlament a'zolari bo'lsin yoki hukumat o'rinlariga biroz chiqmoqchi bo'lsa, ular saylam orqali munozara qilib, anadan keyin bilet tashlaydigan odamlarga o'ziga qoyil va mayil qilish orqali shundaq saylandi. Shu qitim men shu mehmonxonada maxsus shu ikkisining o'tirisidagi munozarani ko'raman deb ko'rdimki, ko'rib dedim, vaziyat hamda Biden apandimga foydasiz bo'ladigan bo'ldi degandim. Chunki shu qitimliq saylamda xuddi boshqalama degandek Biden apandi o'zining adam yashinadigan 81 yoshlik adam yaşanğan vaqtda adamga har xil kasalliklar ulashidi. Shuning bilan birlikda odamning astish qobiliyati, ya'ni zehnida ozgina chekinish, charchash bo'ladi degan gap. Ashining ta'sirini ko'rsatib qo'ydi. U bir tabiiy jarayon. Masalan, men hozir so'zlab o'tganim bilan kim biladi, yana qancha yillardan keyin yaşanganda biz qanday qolib qolamiz. Bu har odamning beshida bor ish. Agar uzun umr nisb bo'lsa, uzun ömür nisb bo'lmasa, odamlar uni boshdan kechirmaydi, ammo uzun ömür nisb bo'lsa, ko'pincha odamlarda har xil yashinishga, qiyrilikqa munosabatli kasallar o'zininki ta'sirini ko'rsatdi. Men qarab, bu odam yashinibdi dedim, ya'ni yashangan vaqtda fizik jihatda, jismoniy jihatda ojiz, aqliy jihatda inkas va as tutish qobiliyati jihatda logik fikr qilish jihatda chekinish bo'ldi. Bu odam yani Joe Biden yaş chig'idan tatib bir ömür shu ommaviy xizmat ishlab kelganda parlament a'zosi, yuqori palataning a'zosi, kengash palatasining a'zosi, Amerikaningki parlamentdagi tashqi ishlarga mas'ul rais, yana cho'ng huquq bu. Shu vazifalarda bo'lgan, keyin Obama ma'mur prezident bo'lgan. Anandan keyin 2021-yili 1-oyning 20-kuni Amerikaning 46-navbatlik Demokratlar partiyasidan saylangan prezidenti bo'lib, uningdan burun yashig'ida bir necha qitim prezidentlik saylami o'tishib, hatto Demokratlar partiyasining ishidan ko'rsatilgan odamda bu. Chunki shu vaqtda raqobat tushgan odamlarning ichida boshqalarni qayliqib ketgan degan gap. Bu odam shundaq 2021-yil 1-oyning 20-kuni vazifaga o'ltirib Amerikaningki prezidenti bo'lgan. Hisobda Trump apandini yengan. Trump apandining 2021-yildan tortib ta hozirga qadar qanday sarguzashtlarni boshdan kechirganligini ko'pchilik uqdi. Masalan, har xil sotlarga tushish, ayblanish, anikin o'tgan hafta yuz bergan voqea bu haqda so'zlab qo'ydim. Bu shunday bir jarayonlarni bu Trump apandimi 5-ni kechirgan. Ama şu 6-oyning 27-kundagi shu munozarada Biden apandimninki ifodasi taqsi yaxshi bo'lmay qolgan. Andan keyin shuning bilan men azroq har xil baholarga qarab New York vaqti gazetiga qarasam, Nicholas Kristof
deydigan Eston yazuvchisi Paul Krugman degan Nobel mukofotini erishganlar bularning hammasi qo'pab shu munozara tugab az vaqtdikilla sahiflar chiqib qoldi ularning maqolalari dediki Bayden apandi o'zingizning shon sharfi davlatning baxti uchun siz asta vazifadan qiling ya'ni kelar qitimliq hozirning o'zi istifa bering demoqchi emas kelar qitimliq 47-yillik navbatlik Amerikaning prezidenti bo'lishdan sharafınız bilan chekining degan tavsiyalari bo'lgan. Dedim. Shu vaqtdan tortib, signal yaxshi emas dedim. Shu vaqtdan tortib, Allah hozirga qadar, bugunga qadar 3 hafta vaqt o'tdi. Nurg'un bu vaqtning o'zida nurg'un qitim har xil gap so'zlar bo'ldi. Ya'ni ba'zilar dedi, Joe Biden apamning ayoli Jill Biden chekinma, sen yengsan dedi. Deb Jill Bidenning gapini anglaydi, Joe Biden boshqaning gapini emas degan gaplarni qilishdi. Nopozliq jurnallarda shu gaplar bo'ldi. Huquq degan shunday narsa, lekin bir gap bor. Absolute power corrupts absolutely deb. Ya'ni mutlaq huquq mutlaq holda chiriklashtiradi deb. Bu odam meningcha huquq erismanligidan emas, ammo har holda o'ziningki tarixiy vazifasini, abidasini tikligisi var, tarix vazifasini o'rlag'isi var. Demak, bu odamlardan ko'nglida nurg'un arzu armonlar var. Yoshga baxmagan holda. Ammo tabiatninki o'zining kuchini ko'rishi tufaylidan, ya'ni yillarning ta'siri tufaylidan shunaqa ojiz tushib qolganlikdan bu odam shu xil munozirada ojizlik ko'rsatib qo'ydi. Yosh chog'larda bu odam intayin usta munozirachi, gap usta odam-da bu. Kuchli, ta'sirli so'zlaydigan bir odam. Valanki shu ishdan keyin Demokratik partiyaning ichidagi odamlarning ichida Joe Bidenga nisbatan Joe Bidenning bu qitim Trumpni yengishiga nisbatan ishonchi tuvallashga boshladi degan gap. Hatto Demokratlar partiyasidan bo'lgan o'tgan qitimliq Amerika parlamentining so'zchisi yoki Amerika parlamentining boshlig'i Nancy Pelosi xonimdan tortib hammasi degidek Biden bilan do'st bo'lar. Bidenni asta qilib qilishga, kelar qitimliq saylovga tushmaslikka da'vat qilishga ishlar bu to'g'risida gaplar chiqdi. Hatto bu har xil partiyalarni qo'llaydigan cho'ng milliarderlar bo'ldi. Masalan, Elon Musk Trumpni qo'llayman deb ifodasini bildirdi. Undan boshqa hedge fund pul ma'mul do'konlarimi ularni qo'llayman dedi. Bidenni qo'llaydigan nurg'un texnika shirkatlarining cho'ng baylari var, hedge fund, ya'ni pul ma'mul do'konlari var. Ham boshqa ommaviy avam xalq var. Bulardan Bidenni qo'llab, boshqa demadem munozirdan keyin berdigan pul azlab ketgan gap. Hozirgi ma'lumotdan qaraganda Bidenni qayta prezidentlikka saylash komitetida 96 million dollardek pul var ekanida. Shunday bo'lsa, bu odam bugun saylanib tushmayman deb chekindi hamda. Bu Amerika tarixida vazifada o'tgan prezidentning ichida qayta saylanga tushmayman degan tunji odam ekan Amerika tarixida. Biz o'qisak Amerikaningki George Washington dastlabki prezidentlaridan birisi. Ayni vaqtda bir qitimlar saylanib, qayta saylanmabkan. Voy, yana prezident bo'lsa, yo'q, men diktator bo'lishni xohlamayman, podshoh bo'lmayman deb. Bu bir xil oliyjanoblarcha voz kechish. Aynan bular boshqalar o'lga, masalan, dunyoning ba'zi yerlarida o'lgichi huquqi esilib, qayta saylanib, o'zga o'xshamagan odamlarni qirib, yo'q qilib, hokim mutlaq diktatorlik qilib, fashist aylanib ketadi ba'zi davlatlarda, ba'zi ochko'zlar, to'ymaslar. Ammo Biden bu qitim bugun soat 3 da portlash xarakterli shu o'ziningki qarorini bergan gap, ya'ni nima degan gap desa, men davlatimni so'yman, ammo bu qitim ma'nimadan saylanga tushmayman deb. Andan keyin o'ziningki muavini Kamala Harris xonimni nomzodlik ko'rsatgan gap. Bu deganlik Kamala Harris xonim Trumpga qarshi tushdi deganlik emas. 8-ayning 19-kuni Chicagoda xuddi o'tgan hafta Demokratlar partiyasi Milwaukee'da Trumpni nomzod qilib ko'rsatish cho'ng 4 kunlik yig'in ochgan o'xshash, demokratlarning cho'ng yig'ilishi bor. Ya'ni 3939 vakil
bellak tashlash orqali kelar qitimliq Cumhuriyetçiler Partiyasining nomzodiga qarshi, ya'ni Trumpga qarshi o'zining vakilini saylaydi. Odatda vazifa o'tagan prezident xohlasa shu bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikning hammasi Biden Trump bir ro'baro tushdi degan. Ammo o'tgan oyninki oxiridagi munozarada Bidenning ifoda yaxshi muallaqdan uni qo'llaydigan odamlarda bir xil umidsizlik paydo bo'lganlikdan partiya, Demokratik partiyaning boshliqlaridan tortib, ya'ni o'tgan qitim prezident bo'lgan, oldingi qitimlarda Obamadan tortib hammasi anglashla qarag'an chog'da Clinton, Hillary Clinton va Bill Clinton Bidenni chekinmadigan o'xshaydi, lekin Obama chekin degandek gapni qilgan o'xshaydi. Anan New York shtatining bo'lgan Kengash palatasining boshlig'i ham a'zosi Chuck Schumer degan odam Titan necha kunning oldida Trumpning uyiga berib, agar siz chekinsangiz, shu saylamdan qolib qolsangiz bir necha jihatdan yaxshi bo'ladi deb tushundiga o'xshaydi, shu Carlston o'tgan o'xshaydi. Ya'ni Demokratlar partiyasiningki istiqboli uchun, Amerika davlatining xalqining baxti uchun deb. Ham agar Trump saylanib qolsa, navada siz nima qilib qolsangiz, sizning sharifingizga ta'sir etadi. Trump Bidenni yengib deydi. Shuning bilan Biden huquqni olgandiklar, yuqori sudga intayin konservativ odamlarni tiklaydi. O chaqda shu asosiy qonunni shar'iylab beradigan bu yuqori sudning odamlari jumhuriyatchilar bo'lib ketib qilib, ko'p sonliqni egallab ketib, bu biz tashabbus qilgan liberal ideyalarga qarshi ishlarni qilib qarorlarni chiqardi degan o'xshaydi. Shuning bilan bu odam uni to'g'ri topgan o'xshaydi. Albatta bu yerda shaxsning manfaati va o'zining, masalan, prezident bo'lib, hamma yerda prezident deb hurmatlanib turish, albatta uning o'zgarishlik nurg'un majburiyati va mas'uliyati va o'ng'ay ish emas. Ham o'zgarishlik uningki shuhrati va hurmati va. Lekin bu odam yana o'ylaydi-da, navoda men yengilib qolsam, necha xil ehtimolliklar bor. Trump bilan tushib Bidenni yengilib qilish mumkin. Yengilib qilishning ehtimolligi cho'ngroq bo'lib ketdi. Qachon desa, o'tgan qitimliq voqeadan keyin Trump qarshi o'qitish oldi. Andan keyin Cumhuriyetçiler Partiyasining yig'ilishini ko'rdik. O yosh 39 yoshli Amerika qurolli armiyasida vazifa o'tagan, Yale universiteti qonun kasbi bo'yicha o'qigan, Doctor of Jurisdiction Law qonun kasbi doktorlikni olgan, Amerikaniki Ohio shtatidan bo'lgan Kengash palatasi a'zosi bo'lgan yosh bir bolani 39 yoshli odamni o'zining ma'mur prezidentligiga oldi. Ya'ni kuchlik bir tiket oldi-da, bilet. Prezident, ma'mur prezident degan o'xshash. Undan boshqa biz ko'rdik, yana Peter Navarroga o'xshash 4 oy turmada yetib chiqdi bu odam. Savdo, iqtisod ishlariga maslahat beradigan odam, bu Xitoyga qattiq qo'l bo'lgan odam. U odamning so'zlarini hissiyot bilan ochiq bilan so'zladi. Mike Pompeo so'zladi. Mike Pompeo agar Trump buda saylanib qolsa, balkim davlat mudofaa ministri bo'lib qolishi mumkin-da, Mike Pompeo. Tashqi ishlar ministri bo'lishi mumkin, ammo davlat mudofaa ministri bo'lib qolishi mumkin. Yoki FBI ning boshlig'i bo'lib qolishi mumkin. Ashulamı sözledi, ananinkin kishilar da shuningkin Trumpga ministrlik qilib, ham bu kishining suiqasdini saqlaganligini bir xil boshqacha tushunib, o'sha odam shundoq taqdir o'sha odamni tanlagan o'xshaydi degandek o'ylar nurg'un odamlarning qo'llashiga yetib ketganlikdan buni demokratlar ko'rdi-da. Bu shaxmat to'xtasidagi ishda bu. Siz qanday qadam olsangiz, sizga qarab men qadam olmadim. Sana qarab men deganga o'xshash o'ylardi. Shuning bilan Biden har xil ehtimolliklarni o'ylashib, oilasi Biden bu xil qarorni chiqarish tasda. Oxiri anandan keyin bugun bo'ldi, men chekinay deb Kamala Harrisni ko'rsatdi. Xo'sh, hamda 8-oyning 19-kuni Demokratlar Partiyasining a'zolari 3939 odam Chicagoga yig'ilib Kamala Harrisni Biden ko'rsatdi. Biden ko'rsatgan bilan partiyaning boshqa a'zolari ko'rsatsa bo'ladi. Biden Kamala Harrisning onasi insonlik dadisi qora tillik o'zi Kaliforniyaningki yuqori sudning boshlig'i bo'lgan, boshlovchi bo'lgan, uning Kaliforniyadan saylangan
Kengesh palata azası болғанда сәнәт 100 сәнәтернең берсе болған аял кейін VP болды президент Байденға Маун президент болды аял президент болды әмді Байден мұш istifa berген вакытта Камала Харрисны көрсетік себеп неме десе ол өзінің VP-си vice president оны таллаған маған тасады бейш ұлап қалса егер тасады бейш ұлап қалса next in command яғни бүтін дөләтнің әмі нәрсін қолға алдығыны Маун президент болды әдетте әмді шында деп тұрып оны таллап тұрып бұғытын Камала Харрисны көрсетмесе Байденнан ки мауы қиған шараптық алды чекініші қымет үшіп кетеді. Яғни бұл нем дейді өтсі, бұл аяллағыңыз бәтен башқыш қарайды екен. Бұл ішіден яғни қары тәлдіклерге, асалық мөлетлерге башқыш қарайды деген намы ашынан қап қалады. Байден қопып, бұл Камала Харрисны көстіп қойып, азыр күште. Мандақ жеткен вақытта, оны бәзілі Джордж Вашингтон 2 деп атап атқаламы? Ба! Джордж Вашингтон 2 деп жау. Байден әпәндінің ке бұл қытымдық чекінішені. Яғни 47-ci қытымдық намзат сайламға, президент болуш сайламдың чекінішені. Әмді мен шуңа мау Чикагода өткізілген Демократиялар партиясының жығында Камала Харрисның ке көрісішінің ихтималлығы, көрістілішінің ихтималлығы жұқыры. Lekin yani partiya içindeki çoğunla, mesela Nancy Pelosi deyimiz, Chuck Schumer deyimiz, Jeffrey Hakins deyimiz, New York ştatından saylanğan Avam Palata azası hem Demokratlar Partisi'nin Avam Palata'daki başlığı. Bula hatta Barack Obama'nın bulanın әміміз қопап Камала Харрисны nispeten jim turvağın gep, ifade öldürmeyi sükütü turvağın gep hazır. Qollap sözlegenler kim olsa Kamala Harris'ni qollap sözlegenler, yani Clinton'la vağın gep. Burunqı prezident Bill Clinton, onun ayalı Hillary Clinton'la boğan gep. Şuna hazır Biden əpəndinin ki Kamala Harris'ni prezidentlik namzatığı köstüşü bilenler o muqimlişib ketdiyi digil olmaydı. Kim bilirdi de yani Allah oyluşup Amerika tarixdə bir aqıtım ayal ki prezident bo'lib qolgan yeri yo'q. Bir aqıtım prezident bo'lib qolgan yeri yo'q. Bular oylashib bu kuchlik nomzod bo'lmasligi mumkin. Chunki bu ayol Maun prezident bo'lgan chig'ida Amerikaningki o'sha chegara ishlariga mas'ul bo'lgan keldik. Ammo ko'pchilikning xabarida bor. Şu ötken yıllarda ta yakınlıkça Amerika'nın çıkarları Meksika tarafından içilip gitti. Nurgun kanunsuz göçmenler kirip gitti dep Amerikalılar New York şehirlerini üyebiyeni kaplap gitti bular dep nahayet Kosovo'da gumbulap kaldı kişilerinin. Yani şuna Mike Pompeo'lu kopap davatkan yeri şu. Cinayetçiler, karguruhlar, Xitayning casusları bular kanunsuz nurgun yıkıp gitti. Çünkü çıgıranı içip etkenlik üçün. Yani bunun da Biden hükümetinin Kamala Harris'ninki məsuliyyəti var. Şuna, moşu bulağı nispeten Kamala Harris nispeten intayın çoğun minos belgesi de hamdı bu. Moşu mənna vaxtda bula yani içki kısımda oylaşıb, Trump bunu sayılsak, namzatlık göstersek Trump'ni yengenmez ki mümkün dep oylaşıb, başka bir namzadı götürüp çıkış mümkün. Bula hazır 4 ştatninki, mesela Kaliforniyanınki ştat başlığı degендekler bulab 4'ning içinde oyluş ötüptü de, men naşma ba. Hem bular Michelle Obama'nı kösüp qilish ihtimalim var. Obama'nın ayalı Michelle Obama'nı kösüp qilish. Çünkü o Aqsarayda tuğan, özüm o qanun fənləri oxşaş akademik səviyyəsi hem usta münazır içi Michelle Obama mı? Belki onu kösüp qilishim mümkün. Onun mandaq bir hakimiyet başqurup uyu siyaset cəhətdə ketkiziyotgan yoçuqları yo'q. Hem de bir yerde kişiler kopap her xil gaplarni her xil deyish mümkün. Yani mədisi Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratlar Partisining qaysi Amerika uchun yaxshi, dunyo uchun yaxshi deb. Qısqacha aytgan vaqtda Amerikaning hakimiyetini shu ikki partiya munozara qilishi orqali, saylam orqali, raqobatlashi orqali idora qiladi. Bulardan parlament a'zolari saylandi, qonun chiqarish organi, ya'ni Kengash palatasining odamlari bu asosan Amerikaning tashqi siyosatini belgilaydi. Undan keyin Avam palataning a'zolari bular asosli Amerikaning iqtisodiy moliya siyosatini belgilaydi deganga o'xshash.
Göçmenler siyasi deganliklarni muşular belgileydi. Hem de demokratlarning tutgan pozitsiyasi bular liberal, biroz erkinlikni tashviq qiladi bular, erkinlashishni tashviq qildi. Ya'ni shaxsiylarda so'zlash erkiti bo'lish kerak, xususlarning har xil huquqlari bo'lish kerak, bu kapolatlantirilishi kerak. Ya'ni odamlar o'ziniki tanlashi bo'yicha yashash kerak deb. Lekin shu homiylarni og'iz o'tish, og'izmashlik tug'ut masalasida bular boshqacha pozitsiya tutadi. Qo'ral masalasida, masalan, xususlarning o'zining qo'ral bo'lish bo'lmaslik masalasida qattiqroq pozitsiya tutadi. Andan bularningki baj siyosati nima desa progressive, ya'ni palampaysimanda sizning maoshingiz kirimingiz yuqori bo'lsa, yuqoriroq baj to'laysiz degan. Kirim bor yuqoriroq odamlardan ilib, kirimi tuva odamlarga beramiz deydigan bundaq ideyasi bor. Andan tashqi siyosat jihatda bular xalqaralashishni, globallashishni tashviq qiladi bular. Endi Cumhuriyetçiler Partisi, ya'ni progressive bularninkicha Demokratlar Partisining tutgan siyosati Pöşmənlər siyasətə nisbətən liberal, ko'proq odamlarni qabul qilsak, asonlik millatlarga yaxshi huquq bersak, u bu degandeklarni. Anan kirimi tuvallarga ko'proq biz hukumat food stamp, ya'ni bekorlik tamoq belti bersak, anikin sug'urta masalasida kirimi tuvallarga bekorlik sug'urta, salomat sug'urta bersak deganlarni tashviq qildi. Buning bu yaxshi taraflari bor. Ammo ba'zi bir siyosatlar va haddan ziyoda erkinlashtirishni tashviq qilayotganligi uchun ba'zi ijtimoiy illatlar paydo bo'ladigan gap, masalan, jinsiyatga berib taqilgan ishlar. Endi Cumhuriyetçiler Partisining desa, bular biroz an'anachi, bular hukumatningki iqtisodiy ishlarga aralashishni tashabbus qilmaydi, ammo armiyani kuchaytirishni tashabbus qiladi bular. Bular an'anachi, anandan keyin bajni to'varak, hukumatni kishiroq qilishni, bajni ozroq elishni tashabbus qiladi. Lekin savdo tijoratga kelgan vaqtda savdoni qo'llaymiz, ammo shirkatlar ko'proq tijorat beji to'lish kerak deydi. Nima? Demokratlar shunday deydi, Cumhuriyetçiler nima deydi desa, iqtisodda bak qizil siziqni qo'yib olsa bo'lmaydi, erkinlashtirish kerak iqtisodda. Anandan keyin baj jihatda savdo beji kirimini umumyuzlik tuvan qilish kerak deydi. Lekin davlatning puli bajdan keldi. Shuning mishada zodi kimdan qanchalik baj olish masalasida har xil qarashlar bor. Asosan kirim beji orqali kishilarning, shaxsiylarning kirim beji orqali Amerikaning moliyasi yig'adigan, bir yil yig'adigan pul 2 trillion dollar atrofida. 2 trillion dollar atrofida. Endi bular deydi, biz shuni kesishimiz kerak deydi. Bunday vaqtda kirim bejini kessa, payda kimga bo'ladi desa, payda yuqori kirimdagi kishilarga bo'ladi. To'van kirimdagi kishilarga keladigan bekorlik, masalan, tax credit, eng baknamroq kishilarga beradigan bekorlik tamoq belti, bekorlik davolash deganlar kesilib ketdi degan gap. Endi bu partiyalarning ishidimi bular nechiga aylandi? Solchi, mo'tadil, o'ngchi deb. Partiyalarning ishidimi? Masalan, Demokratlar Partisining ishida extreme left wing bor. Adadin ziyoda radikal solchilar bor. Bular asosan bularning ideyasi sotsializmchi. Bularning ideyasi shu sotsializmchi, hammada mana barobar turmush ko'rsa, boylikni bu nima qilib bersa, ular kommunistlarga yaqin ularning ideyasi. Anandan keyin bak radikal o'ngchilar cho'lda an'anachi, konservativ, millatchiroq bular, dinchiroq bular. Radikal o'ngchilar. Shunga har ikki partiyaning o'rtasida mo'tadillar bor. Bu kimning prezident bo'lishi, kimlarning qaysi xil partiyaningki parlamentni kontrol qilishi, ya'ni Avam palata, Kengash palatani kontrol qilishi Amerikada yashayotgan odamlarga, dunyodagi boshqa odamlarga ta'sir qildi albatta. Ham shuning bilan birga bizdagi odamlarga ta'sir qildi. Xo'sh. Endi hozir Biden prezident bo'lib qolsa, buning iqtisodiy jihatda muayyan, ya'ni o'tgan qatimlikdek yuksalishni barliq keltirish mumkin. Chunki bu odam pro business, tijoratga moyil. Shunga bu odam har xil tijoratlarga qo'yilgan cheklarni elib o'tishi, tijorat bejini tuvanlishi mumkin.
tijorat bejini töveltken vaqtda şirketler köprek paydaldı. Şunu şirketlerin işleri yaxşırak oldu. Yaxşı olgandan keyin pay chekleri üsüdü degan gap. Ama bu adam deydi ki bu qitimliq prezidentlikimde men bunun alaqa nemisini qo'yib turayli, alaqa qonunsiz göçmelerni qandaq bir taraf qilish masalasini. Asasen bularni shu apirib aeroplanla qachlab davlatlarga qaytarib o'taman degandek gaplarni qildi u. O nimani? Shu tashqi savdo jihatda butun Amerikaga ilib qilingan import qilingan mallarning hammasiga degandek umumyuzlik 10% bajalaman deydi. Xitoydan kelgan malga 60% bajalaman deydi. Umum Xitoydan kelgan malning hammasiga. Bunda bo'lgan vaqtda Xitoyning Amerika qilgan eksportini aytib chiqib ketdi. Xitoyning hozir iqtisodiy bir xil cho'kish holatida turyapti. Mesela onun bunga 15 yıl cheksiz gülünüş vaziyetini yaratgan 3 motoru var Xitoyninki. Yani dünyanın zavodi oldu, dunyoga mal eksport qildi aytjaksiz. Nurg'un mislsiz. Andan keyin ömülük qurilishiga vahshiy mablag' soldi. Nurg'un shu o'ttirdigan öy adamning ko'pdak bir xil vaziyatga kelib qoldi. Shuni ömülük bozor shunday tushib ketdi. Paychek bozorda crash ba, chetal mablag'lar yiqib ketdi, zavodlar taqilib ketdi, shunday bir vaziyat bor. Andan yana birisi asosiy muassasa qurilishiga mablag' solgan bularni. Silivaga olmaydi. Yasagan tosh yo'lni, yasagan temir yo'lni yana chiqib yana qiyg'ilib olmaydi-da endi. Balkim yenglash mumkin. Azroq o'zgartish kiritish mumkin. Yani ichki iste'molni surish orqali, pul xajlash orqali iqtisodni ishsizlik masalasini yengiltiman deb o'ylash mumkin. Agar Trump prezident bo'lib qolsa, shu Xitoyning mallaridan 60% bajaldigan ishni nima qilsa, yo'l qo'ysa, qo'yish mumkin. Chunki bu odam birinchi qitimliq prezidentlik saylimida ash gapim degan chiqiblam Xitoyning mallariga shunday bajaldi xabarlanadi ba. Buni qilish mumkin. Agar Kamala Harris prezident bo'lib qolsa, bu tijorat bejini şirketlarninki tijorat bejini oshirib o'tadigandak turdi. Ananki kirim bejini oshirib o'tadigandak turdi. Bu kirimi yuqori oladigan aholilarga, maosh yuqori aholilarga foydasiz vaziyatni barliq keltirdi, ammo to'van kirimdagi odamlarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Iqtisodga nisbatan, iqtisodiy paycheki bozorga nisbatan bir xil foydasiz ahvollarni paydo qilish mumkin. Xo'sh. Bu bugungi asosliq deb qo'yganim men bugun cho'ng bir ish bo'lganligi uchun buni degim keldi. Shuning bilan birlikda o'zimizga munosabatlik bir bizning xalq taraqqiyot turining fondininki 3-qitimliq 3-qarorliq bir e'loni bor. Shuni qisqacha deb o'tib ketay. Ya'ni Uyg'ur egillik tikiluvchilar uchun 3-qarorliq bir narsani boshladik. Ya'ni 8-oy bilan 9-oyda biz 8 qitim, har qitim 2 soatdan dars o'tamiz. Buningda şart asasen Türkiye'de yaşaydigan 18 yaşdan yuqori Uyg'ur bo'lish kerak. Ya'ni kompüter muayyan kompüter kasbiy bilim bo'lish kerak. Ya'ni hech bo'lmaganda xat yozib, topshirib, avatib qila oladigan, shuncha Excel obularni ishlatiladigan demakchi. Yani torlarga chiqib xabar ko'ra oladigan deganga o'xshash. Andan keyin eglik tiklash iddiasidagi odamlarga şu 8 qitim ders o'tamiz. Ya'ni bu xalq taraqqiyot turininki taraqqiyot fondining bir turi bu 3-qitimliq. Andan keyin 8 qitim ders o'tib bo'lgandan keyin bu darsdan birisini men o'taman, ya'ni SWOT analysis, pastel analysis deymiz. Strengths, weakness, andan keyin threat and opportunities deydi. Ya'ni kuchli tarafi, andan keyin ojiz tarafi, tahdid, ya'ni xiris va fursat degan o'xshash analiz. Buni pastel analiz deb qo'yamiz, ya'ni siyosiy, iqtisodiy, muhit, texnika, qonuniy jihatlardan chiqib tushundiradigan. Bu mazmunda men o'tab bermish shu 8 qitimliq darsni. Andan keyin 8 qitim dars o'tab bo'lgandan keyin biz 10-oyning o'tirlarida İstanbul'da shu o'rgangan narsalarni va yana tijorat planini tuzish, xomchot planini tuzishni o'rgatamiz. 10-oylarning o'tirlarida İstanbul'da shundaq bir 2 kunlik shu 8 qitimliq dars o'rgangandan tadbiqlash faoliyati bor. Masalan, kishilarning yaxshi tijorat planlari bo'lsa, musobaqa qatnashtiramiz. Musobaqani o'tganlarga
Birinchisi seed capital beramiz, ya'ni urug'chi kapital, mukofot beramiz darajaga bo'lib. Ikkinchisi bularni 6 oydan 3 yilgacha tijorat yetakchilik vazifamizni bir necha odamga ustimizga elib, ularga yetakchilik qilamiz. Bu nima deb qo'yay dedim. Shunga o'zimizga foydali, o'zimizga kerakli ko'ngil bo'lib, boshqalarga hozircha quloqni yopirib tursak bo'ladi, yana bizning qo'limizdan kelmaydigan ishlarga. Qo'limizdan keladigan ishimiz o'rganadigan fursat bo'lsa, iliklaydigan fursat bo'lsa, shuning ko'yda bo'lib o'zimizning ahvolini yaxshilash. Ammo men Amerikaning prezidentlik ishlarini deb qo'ydim, chunki Amerika prezidentining kim bo'lishi dunyoning siyosiy iqtisodiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi, jumladan Xitoy bilan bo'lgan munosabatga ta'sir ko'rsatganligi bo'lganligi uchun rahmat emasan.